Barsa hamda Atletiko o'yini o'z nihoyasiga yetdi va eng muhimi, mana shu insonga rahmat deb qo'yish kerak, chunki harambol bo'lgani yo'q. O'rtoqlar, shunchaki dahshatli o'yin ko'rdik Barsa hamda Atletikoga. Men rahmat demoqchiman. O'zingizlar ham eshitdinglar sharhdagi gaplarni, birinchi taym qanaqa bo'lib ekanini sezmay qoldik. Kim uxlab qolgan bo'lsa, uzr. Okey, to'g'risi bu o'yinni ko'rish kerak edi. 3-1 hisobida Barselona g'alaba qozonmoqda. Flickga endi taktikasi zo'r chiqdi Flickga to'g'risi, ammo Pedri haligacha ham shu yarim qo'yin Pedriga bog'lanib qolgan sezib qoldi-da. Pedri bo'lmasa, o'yin ham o'xshamayotgandek. Esrida bo'lsa, o'tgan Barselona hamda Atletiko o'yinida yana Ferran Torres hal qilib ketdi oxirgi golni. O'tgan safar ham Ferran Torres urgandi. Eng muhim lahza bu albatta Diego Simeone. Diego Simeonega rahmat deb qolamiz, chunki u harambol ishlatgani yo'q do'stlar. Harambol bo'lgani yo'q bugun. Avtobus bo'lmadi. Bitta gol urib olib, yotib qolish ham bo'lgani yo'q. Shunchaki dahshat. Diego Simeone zo'r o'yin bo'ldi. Endi Atletiko muxlislari oramizda bo'lsa, agar O'zbekistonda kamroq bar bilaman. Sabr tilaymiz. Barsaga esa g'alaba muborak bo'lsin barchachilar. O'rtoqlar, biz har bitta markaziy uchrashuvdan keyin tahlil qilib va o'yindan oldin ham taxmin qilib turamiz. Bizani sahifamizga obuna bo'lib qo'ying, chunki bizda juda ham qiziqarli futbol kontenti ko'p. Rahmat.